o'sha Qobiljonda o'rnida bir xitoylik bola bo'lgandachi yoki aqshlik bola bo'lgandachi nima bo'lgan bo'lardi? O'qituvchisidan norozi kayfiyatdagi Timofey matematika o'qituvchisini izlab yurgan. Uni nima deb izlagan? Qoraroq rangdagi deb aytganda, boshlang'ich sinflarda ichida izlagan va u yerdan topa olmagan. Bu yerda o'sha ijtimoiy tarmoqning ta'siri ham bor, chunki ijtimoiy tarmoq shu 761 ijtimoiy tarmoqda shunday videolar tarqalardiki, qilingan jinoyatni o'zi videoga olib, o'zi tarqatishlik avtoritet bo'lgan. Bu yerda ham u Timofey o'sha qilayotgan ishini videoga olgan, o'sha ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan qo'riqchini ko'ziga sepishdan to'xtamasdan uni beliga ham pichoq urganligi, bundan tashqari to'xtamasdan uni ismi familiyasini ham tanib, u bilan gaplashib yurganligini ham ko'rsatib beradi. Lekin u yerdagi o'qituvchini izlashda ko'rsak, o'qituvchi hamma yoshlarni olib kirib ketib qoldi. Endi bu taqdir, bu tojik bolasini o'rnida boshqa o'zbek millati bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin edi. Ya'ni migrant bolalar ko'proq o'qiydi ekan. Chetdan kelgan fuqarolarga bo'lgan qarshiliklar aynan bu rivojlanib, ertadan keyin davlatga qarshi chiqilishi mumkin. O'sha norozi kayfiyatdagi yoshlarni, ayniqsa hech narsadan tap tortmaydigan yoshlar ko'ryapsiz. Hech narsadan tap tortmaydigan yoshlar bular. Bunaqalar o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi kommentariyalardan keyin ham juda ko'plab ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin-da. Rossiyani o'zini hukumatiga ham qarshi chiqadi. Buni hozirdan o'ylamaydigan bo'lsa, Rossiya uchun juda og'riqli vaziyat paydo bo'ladi.